Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan yangi kurs nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlar fanidan yangi kursni boshlaymiz. Bu kursimiz 3 ta moduldan tashkil topgan. Birinchi modulimiz nasoslar haqida, ikkinchi modulimiz ventilyatorlar haqida, uchinchi modulimiz esa kompressorlar haqida ma'lumotlar berilgan. Bugungi mavzuyimiz birinchi mavzuyimiz bo'yicha, demak, nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlar to'g'risida umumiy tushunchalar, nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlarning klassifikatsiyasi haqida gaplashamiz. Rejaga asosan 6 ta masala ko'rsatilgan. Demak, rejaga asosan birinchi rejamiz nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlar fanining kelib chiqish tarixi, ikkinchisi nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlar fanining ahamiyati, uchinchisi nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlar fanining boshqa fanlar bilan bog'liqligi, to'rtinchisi nasoslarning klassifikatsiyasi, beshinchisi ventilyatorlarning klassifikatsiyasi va oltinchisi kompressorlarning klassifikatsiyasi haqida gaplashamiz. Xo'sh, demak, kurs bo'yicha foydalangan adabiyotlar mana quyidagi slaydda keltirilgan. Bu materiallarni Moodle tizimidan ham olishingiz mumkin. Bu yerda shrifti sal kichikroq. Keyingi, demak, slaydimizda nasoslarning, nasos, ventilyator va kompressorlar fanining kelib chiqish tarixi haqida so'z yuritilgan. Demak, misol uchun eramizdan avvalgi 4-asrda Aristotel davrida eng oddiy porshilik nasoslar ishlatilgan. Suv ko'tarish va jihozlari esa, demak, asosan elektr energiyasi bo'lmagan u vaqtda, demak, odamlar va uy hayvonlari yoki suvning oqim energiyalaridan foydalanishgan. Yana bir ma'lumotni aytish kerakki, Misrda, demak, eramizdan avvalgi bir necha ming yil avval ham ishlatilgan bo'lishi mumkin. Chunki o'sha yerda, demak, madaniyat rivojlangan bo'lgan, texnika yoki mexanizmlar ham shunga yarasha ishlatilgan. Rim imperiyasi Sezar davrida, eramizdan avvalgi 1-asrda suvni ko'tarish uchun porshili nasoslarga o'xshagan mexanizmlar keng o'rnatilgan. Havo va gazlarni qo'shish va haydash jihozlari keyinroq paydo bo'lgan. Buni birinchi havoli porshili nasos ixtirosini germaniyalik olim fiziki, demak, Otto Gerg nomi bilan bog'liq bo'lgan. Bu taxminan 1640-yillarda markazdan qochma nasosning birinchi sxemasini Deni Papino degan olim, demak, 1703-yilda yasagan. Asosan ishlab chiqarishda porshili nasoslarning kirib kelishi to'xkon va metallurgiyaning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan. 18-asrda Frolov va boshqa injenerlar to'xkon ishlariga, demak, suvni chiqarib tashlash maqsadida tog' jinslarini yuvish uchun ham, demak, porshili nasoslar qo'llanilgan. Nasoslarni ishlatish uchun ularning suvning oqim energiyasidan foydalanishgan. Nasoslarning keyin qo'llanishdan kelib chiqib, bu bilan ishlaydigan, keyinchalik esa elektrodvigatel yordamida ishlaydigan nasoslar ishlab chiqarishga kirib kelgan. Nasoslar va ventilyator va kompressorlarning rivojlanishida ular ishlab chiqarishga 3 fazali elektrodvigatellarning ahamiyati juda katta bo'lgan va qo'llash juda qulay bo'lgan. 1832-yilda injener Sablukov markazdan qochgan ventilyatorlarni, zavod va shaxtalarni havoni sirkulyatsiya qilish uchun tavsiya qilgan. Shundan so'ng birinchi bo'lib ventilyatorlik sozida o'zining fikrlarini ilgari surib katta hissa qo'shgan. Markazdan qochma jihozlarning asosiy nazariy tenglamasini Eyler tomonidan 18-yilda, demak, taklif bergan. Shu nazariy tenglamalar asosi bo'la olgan. 19-20-asrlarda esa, demak, nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlarning ishlab chiqarishning keskin rivojlanishida Reynolds Angliyadan, Prantl Germaniyadan va Rossiyadan, Zhukovskiy larning ilmiy ishlari
ilmiy asos bo'la olgan. Endi nasos, ventilyator va kompressorlar fanining ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pgina ishlab chiqarish jarayonlarida nasoslar, ventilyatorlar va kompressorlar siz demak ishlab chiqarishni tasavvur qilish juda qiyin yoki xalq xo'jaligida, qishloq xo'jaligida umuman olgan barcha sohalarda bu jihozlar, yordamchi jihozlar keng qo'llaniladi. Ularsiz demak hayotni tasavvur qilish juda ham qiyin. Oziq-ovqat va kimyo sanoati texnologik jarayonlarni amalga oshirishda demak maxsus nasoslar va kompressorlar ishlatiladi. Ba'zi qismlari demak maxsus qoplamalar yoki niqoblanib, metalni o'rniga qoplanib maxsus materiallardan foydalaniladi. Havoni siqish uchun kompressorlardan foydalaniladi. Siqilgan havo ba'zi bir texnologik jarayonlarni kinematik uskuna va jihozlar yordamida amalga oshiriladi. Ba'zi jarayonlarga asosan hajmiy kompressorlar, katta zavodlarda esa markazdan qochma kompressorlar yordamida amalga oshiriladi. Demak, nasos, ventilyatorlar va kompressorlar fanining boshqa fanlar bilan bog'liqligi haqida gapiradigan bo'lsak, fundamental fanlar bo'yicha fizika, ximiya, matematika va boshqa fanlar bilan o'zaro uzviy bor va ularning to'la qonuniyatlariga bo'ysunadi. Maxsus fanlar bilan bog'liqligi haqida gapiradigan bo'lsak, oliy ta'limdagi o'tiladigan fanlar bilan demak gidravlika, mexanika, nazariy mexanika, materiallar qarshiligi, texnologik mashinalarni hisoblash va loyihalash, asosiy texnologik jarayonlar va qurilmalar, ta'mirlash va o'rnatish, texnologik jihozlar va mashinalar va boshqa fanlar bilan uzviy bog'liq va ularning qonuniyatlariga to'la-to'kis demak bo'ysunadi. Nasoslarning klassifikatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, oziq-ovqat va kimyo sanoatining barcha tarmoqlarida suyuqliklar biz bilamiz gorizontal va vertikal trubalar orqali, quvurlar orqali uzatiladi. Suyuqliklar va qo'shqoqligi yuqori bo'lgan suyuqliklarni uzatish uchun mo'ljallangan mashinalar ular nasoslar deb yuritiladi. Trubalarning boshlang'ich va oxirgi nuqtalaridagi bosimlar farqi trubalardan suyuqlikning oqishi uchun harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Suyuqlik oqimining quvurlardagi harakatlantiruvchi kuchi gidravlik mashinalar yoki nasoslar orqali hosil qilinadi. Nasos elektr dvigateldan mexanik energiyani olib, uni suyuqlikning harakatlanayotgan oqim energiyasiga aylantirib beradi va bosimini oshiradi. Nasos asosan ikki turga, dinamik va hajmiy nasoslarga bo'linadi. Dinamik nasoslarda suyuqlik tashqi kuch ta'sirida harakatga keltiriladi. Nasos ichidagi suyuqlik nasosga kirish va undan chiqish trubalari bilan uzluksiz bog'langan bo'ladi. Suyuqlikka ta'sir qiladigan kuchning turiga ko'ra dinamik nasoslar parrakli va ishqalanish kuchi yordamida ishlaydigan nasoslarga bo'linadi. Parrakli nasoslar o'z navbatida markazdan qochma va propellerli yoki bo'lmasa o'qli nasoslarga bo'linadi. Markazdan qochma nasoslarda suyuqlik ishchi g'ildiragining markazidan uning chetiga qarab harakat qilsa, propellerli nasoslarda esa suyuqlik g'ildirakning o'qi yo'nalishida demak harakat qiladi. Ishqalanish kuchiga asoslangan nasoslarning o'zi ham ikki xil bo'ladi, bu uyurmaviy va oqimli. Uyurmaviy va oqimli nasoslarda demak suyuqlik asosan ishqalanish kuchi ta'sirida harakatga keltiriladi. Hajmiy nasoslarning ishlash prinsipi suyuqliklarni ma'lum bir hajmni yopiq kameradan itarib chiqarishga asoslangan. Hajmiy nasoslar jumlasiga demak porshenli, plunjerli, diafragmali, shesternali, plastinali va minsimon kabi nasoslar misol bo'la oladi. Sanoatda suyuqliklarni siqilgan gaz yoki havo yordamida uzatish uchun gaz liftlar yoki montajlar ham ishlatilishi mumkin. Ventilyatorlarning klassifikatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, markazdan qochma mashinalar, ventilyatorlar, turbogazoduvkalar va turbokompressorlarga bo'linadi. Gazni past bosimda uzatish uchun mo'ljallangan mashinalar ventilyatorlar deyiladi. Ventilyatorlar ishlash prinsipiga ko'ra markazdan qochma va o'qli bo'ladi. Markazdan qochma ventilyatorlar gazni nisbatan yuqori bosimda uzatib berish uchun
o'qli ventilyatorlar esa kichik bosimlarga, lekin ko'p miqdordagi gazni uzatish uchun mo'ljallangan. Sanoatda o'qli ventilyatorlar juda kam ishlatiladi, ular faqatgina binolarni sovutishda foydalanadi. Sanoatda gazlarni uzatish uchun markazdan qo'shma ventilyatorlar keng qo'llanadi. Bu ventilyatorlar bosim kattaligiga qarab 3 ga bo'linadi. Ya'niki past bosimli, o'rta bosimli va yuqori bosimlarga bo'linadi. Kompressorlarning klassifikatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, kimyo va oziq-ovqat sanoatida gazlarni trubalar orqali uzatish va siyraklantirish uchun ular siqiladi. Siqilgan gazlar suyuqliklarni aralashtirib, sochib, purkab berish uchun va boshqa maqsadlarda ishlatiladi. Gazlarni siqish va uzatish uchun kompressor mashinalaridan foydalanadi. Xuddi suyuqliklar kabi gazlar ham bosimlar farqi bo'lgandagina uzatiladi. Siqilgan gaz bosimining siqilmagan gaz bosimiga nisbati bu siqish darajasi deyiladi. Bu ventilyatorlar biridan birdan kichkina bo'lsa, siqish darajasi ventilyatorlar ishlatiladi. Biridan 3 oralig'ida bo'lsa, demak gazoduvkalar ishlatiladi. 3 dan yuqori bo'lsa, demak kompressorlar ishlatiladi. Vakuum nasoslar bosimni atmosferaga bosimdan past bo'lgan gazlarni so'rish uchun ishlatiladi. Ishlash prinsipiga ko'ra kompressorlar ham hajmiy va parallel yoki qanotli bo'ladi. Hajmiy kompressorlarda gaz bosimi ularning hajmini majburiy kamaytirish hisobiga ko'payadi. Hajmiy kompressorlar jumlasiga porshenda, rotatsion va vintli kompressorlar kiradi. Parallel kompressorlarda gaz bosimi kompressorning g'ildiraklari aylanganda vujudga keladigan inersiya kuchlari ta'sirida ko'payadi. Ular truba kompressorlar ham deyiladi. Hamda markazdan qo'shma kuch ta'sirida ishlaydigan ventilyator va turbo gazoduvkalarga bo'linadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.